chetro, ha, chetro. Koyma ne? Sağ ol. Ben bir varayım mı? Ben de kolum boş. Olib kelib bersiz? Abduqodir hamma siz sog'ingan, menimcha siz ham vatanni, terma jamoani sog'ingan bo'lsangiz kerak. Ya, g'ayma. Voy! O'rganing endi bunaqaga. Tayyorgarliklar qanaqa ketyapti? Shu haqida o'zingizni fikringizni gapingizni aytsangiz. Assalomu alaykum, avvalambor. Tayyorgarlik yaxshi, o'yinga tayyorgarlik yaxshi ketyapti. Xudo xolasa tayyormiz. Dunyoning eng zo'r jamoasida o'ynayapsiz. Taassurotlar qanaqa bo'lyapti Manchester Cityga? Moslashish qanaqa kechdi? Zo'r jamoa bo'ladi, zo'r taassurot bo'ladi aka. Yangi murod almashdi murabbiy. Shu haqda ham gapirib o'tsangiz, moslashish qanaqa bo'lyapti jamoadoshlaringiz va o'zingiz? Kapadze bilan baribir siz ishlagansiz, boshqalar. Ko'pchilik ishlagan aka. Yaxshi hammasi. Qirg'iziston bilan o'yin. Javob birinchi uchrashuvga qaraganda bu o'yinda qanchalik farq bo'lishi mumkin? Inshaalloh yutamiz, bundan kattaroq shutga. Harakat qilamiz. Assalomu alaykum Qodir. Shu Timur Kapadzeda ko'p muammo bo'layotgan narsa. Terma jamoa endi 3 tali markaziy himoyachi bilan o'ynaydimi yoki 2 tali? Timur hali bu haqda aytilmadimi? Endi baribir birinchi mashg'ulot, endi o'yin. Men bu o'yinchiman aka, trenerman. Mashg'ulotlar O'zbekistondagisi zavqliroqmi yoki u yoqdagi terma jamoasi bilanmi? Kelasi ham. Ko'proq qaysi biri yoqadi? Kelasi ham. Siz oldindan kam gapmidingiz? Unisi bilmayman. Hamma savollarga shunaqa kulib, ochiqcha javob berasiz? Vatan sog'inchi bo'yicha bo'lmasam eng gapirib xavfli futbolchi Joyil Koja hisoblanadi hujumda. Bu qanchalik himoyachilarga muammo tug'dira oladi? Bilmayman, endi o'yinni ko'ramiz. Joel Koja. Muxlis degan nima sizga? Bo'lajak o'yin. Qo'llab-quvvatlashingdan xoliman. Hammamiz xoliymiz. Pep Guardiola aytgandek, ingliz tilini uncha bilmaydi, o'rganish kerak deganda qanaqa kechyapti ingliz tilini o'rganish? Hammasi yaxshi. O'rganamiz ekan. Muxlislarga aytadigan gap bor. Ikkita o'yin oldidan. Qo'llab-quvvatlashingdan xoliymiz. Sizlar bilan osonroq bo'ladi, xudo xolasa. Kiyovjo'ra kerak emasmi, Kiyovjo'ra? Rahmat aka. Abduqodir, Manchester Cityda eng yaqin do'stim Vitor Reis degandingiz, braziliyalik himoyachi. To'yga birinchi bo'lib aytgan bo'lsangiz kerak. Qanaqa to'y? Avvalambor assalomu alaykum. Charchoqlar chiqdimi parvozdan so'ng va umuman olganda tayyorgarlik qay darajada ketyapti? Assalomu alaykum. Avvalambor kecha kechki payt soat 3 da yetib keldim. Menda bugun birinchi mashg'ulot. Terma jamoada ko'p vaqt yo'q, o'shanga qaramasdan tezroq kirishib, tezroq terma jamoa muhitiga tezroq tushishimiz kerak, chunki oldimizda juda ham kerakli o'yinlar turibdi. O'shaning uchun xudo xolasa tayyormiz. Bugun o'zbek sportchilari, umuman o'zbek futbolchilari haqida nafaqat o'zimiz, balki butun dunyo ham gapiryapti. O'zimiznikilar ham ko'rsatyapti bu narsani va bu safarga jahon chempionati oldidan menimcha jamoa tarkibiga, umuman jamoaga boshqacha nazar bilan qaralish kuzatilmoqda nazarimizda. To'ppa-to'g'ri aytib o'tganingizdek, nima deganda Abduqodir plankani ko'tarib yubordi. Bundan xursandmiz. Sizlar boshlab beruvdinglar. Ha, bundan juda ham xursandmiz. Xudo xolasa shu jahon chempionatiga chiqsak, men o'ylaymanki, faqat hamma o'zbek muxlislariga ham, o'zbek futbolchilariga ham yaxshi bo'ladi. Nima deganda boshqa o'sha Yevropaning klublari endi o'zbek futbolchilarini ham tanib, jahon chempionatini ham kuzatib, qolgan yoshlar ham nimasi ehtimol juda ham katta. Xudo xolasa Oston O'runov, Abbos Fayzullayev, xudo xolasa ularga ham katta shans bo'ladi. Ya'ni hal qiluvchi Xudo xolasa Qirg'iziston bilan u yoqda qiynalgandi, chunki birinchidan maydon jihati yaxshi emas edi, o'sha taraflama. oxirgi savol. O'shanga sal qiynalgandi. Xudo xolasa men o'ylaymanki, lekin yaxshi raqib, hurmat qilamiz, chunki hozirgi futbolda hech kimni hurmat qilmasdan maydonga tushsa, ko'p o'yinlarni ko'rganmiz, yutqizib qo'ygan kuchli jamoalarni, terma jamoalarni ko'rganmiz. Biz juda ham hurmat qilamiz. Lekin o'zimiz uyimizda kimligimizni, qanaqa futbolchilarga egaligimizni, qanaqa muxlislarimiz
bizdan g'alaba kutib turgan juda ham yaxshi bilamiz. Xudo xohlasa ularni xursand qilamiz degan umiddaman. Hal qiluvchi palladamiz va ko'proq e'tibor baribir muxlislarning Eron bilan o'yinga qaratilgan. Ko'p narsani hal qiladi. Umuman olganda eng yaqin ta'qibchimiz Ba bo'ladi va ular har xil gaplar chiqadi, hiyla ishlatishni boshladi degan ma'noda va bularga umumiy olganda qanaqa? Bu narsaga agar qarasangiz, bu narsa normal holatga qaraladi, chunki ular boshqa terma jamoalarga chiqib O'zbekistondan ochko olib berishni olib qarasangiz, normal holat. Lekin biz buni bilgandik, agar biz o'shanaqa pozitsiyada tursak, baribir bizning orqamizdagilar boshqa raqiplarimizga chiqib, har xil taraflama bizdan ochko olishiga harakat qilishini bu tabiiy holat. Bundan kelib chiqib biz faqatgina Eronni o'ylashimiz kerak. Biz oldimizdagi o'yinlarni faqat yutib, tezroq hal qilishimiz kerak deb o'ylayman. Bo'ldi, rahmat. Bo'ldi.